Nima bo'ldi? 02 qilmayapsiz mabodo. Najiyanim uyga ham bozor qilish kerak-ku. Uyga pustoy garman bersam shunday bozorlik qilib beraverasiz. Pustoy garman bilanmi? Ha. Ha, qilib chiqaman, hozir ko'rasiz. To'xtada mana do'kon bor ekan. Bo'ldi. Hatto do'kon bor ekan. Bo'ldi. Davay. Pustoy garman bilan bozorlik chiqish kerak-a sizga? Bo'ldi. Hozir ko'rasiz, tomosha qilasiz. Alaykum, yaxshimisizga? Charchamayapsizmi? Sog'lik yaxshimi? Uyga ro'zg'or qilish kerak. Setka bormi? Bering chipga. Bo'lichka olamiz mana. Qarang, bo'ldi-ku. Kalbasalar ham juda serob ekan-a. Har xil. Mana shular hisoblayverasiz-ku. Haqiqatda zo'r hisoblaysiz ekan lekin, uka, malades lekin. Kartinkada ham bunaqa tez hisoblamaydi lekin, bormi? Necha bo'ldi? 121 Bo'ldi. bo'ladi. Bo'ldi. Yo, karman tursin, hop, boshiga shuni tashlayman. Shu qaytaman, hopmi? 1 minut. Davay, jiyanim, haydang tez. Bozor kerakmi sizga? Pustoy garman bilan. Xafa bo'lish yo'q. Pustoy garman bilan. Gapni qanaqa qildingiz? Avalladik. Haydang, mana bozor sizga. Do'stlar, mana ukamiz bizga ishonib, shuncha narsani berib yubordi. Hozir qaytib borib, ukamizga pulini to'lab qaytib kelamiz mana hozir. Do'konga qaytib keldik. Ha, ukaxon, nima bo'ldi? 02 qilmayapsiz mabodo. Yo, kichkina hazil edi. Frankada rozi bo'ladi kichkina hazilimizga. Kanon bo'shmikin? Qil hazil qilib, ukaxon Instagramga video olyapmiz. Rozi bo'lib qo'yasiz. Ozgina sinab ko'rdik. Endi mana haqiqatdan to'liq o'qib ketamiz. Rozi bo'lasiz. Lekin haqiqatdan do'koningiz assortiment barcha zo'r ekan. Kichkina do'kon bo'lgani bilan odam tinmas ekan lekin. Borib, do'konda hamma narsa bor ekan. Ro'zg'or uchun bemalol bitta kirgan odam hamma narsani olib ketsa bo'laver ekanda. Kichkina hazilimizga rozi bo'ling aka.